Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz faxrlik yozuvchimiz Xalida Isroil yozgan Altun Kash romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Har qaysingizlarning bu YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'yishingizni umid qilaman. Biz oldingi qismlarda hadiya bilan Keremning hayot sarguzashtlarining bir qismini o'qib o'tdik. Endi navbat Osimga keldi. Osimning hayot sarguzashtlarining birinchi qismi. Kechda ishni ichib uyimga kirishimgila putimga bir narsa urundi. Darhol chiroqni yoqdim. Tatrang'u chiroq yo'riqida yerda bir konvert ko'zga tashlanib turadi. Qaraganda pochtakash eshikning ostidan kirgizayotganda qiladi. Qalin seriq konvertga silingan narsaning nimaligini faraz qilishga urinib, qo'lim bilan siypab ko'rib, bir pas turib qoldim. Suratdek yoki taklifnomada qiladi. Ammo adresi aniq emas edi. Konvertni o'rib, cho'rib qarab, Urumchi shaharlik pochta idorasining tamg'isidan boshqa biror uchurga erishalmagandan keyin konvertni yirtdim. Konvertdan gul naqshliq bilan nihoyat sipti ishlangan qizil bog'oqni elib, uningga yozilgan xatlarga eransizlik bilan ko'z yugurtdim-yu, ko'zlarim ixtiyorsiz cho'ng ichilib ketdi. Bu bizning sobiq Şinjan İnstituti Edebiyat Fakülteteki ma'lum bir sinf o'quvchilarining maktab putkizganligimizning 50 yillik xotira ma'rikasining bog'iqi edi. Bog'iqqa qistirilgan bir varaq qog'ozga ma'rikaning konkret faoliyatlari tafsili yozilgan edi. Uningdagi o'rinlashtirishlarni o'qib bo'lib, oxiri vujudga chiqibdi-da, deb o'rnimdan turib ketdim. Derazadan pastga chiroqlar bilan kunduzak yo'ritilgan cho'ng ko'chaga, mashinalarga, ikki tarafdagi piyodalar yo'liga qimildashib yurgan odamlarga bir pas qarab turdim. Biz hammamiz bir necha yil ilgarila mushundaq bir tevishni anglagan, kutib kelgan. Ammo yaqinqi yillarda unutib, o'z halakchiligimiz bilan bo'lib ketgan edik. Qaraganda ba'zi do'stlarimiz bu ishni unutmabdi. Nurg'un ishni ün-tunsiz bijirib, bizni kutilmagan sovg'at bilan hang-tang qoldirmoqchi bo'lyapti. Vujudimdagi harg'inlik birdilla ko'tarilib ketgandek bo'lib, tez-tez qadam tashlab berib, yanfonimni qo'limga oldim. Tunish nomerini burab bo'lishimga telefon ulandi. Biroq bir yerdan kelgan düt qilgan ovozdan keyin tiriqlagan ovoz, kichik bolaning yig'isi, bir cho'ng odamning kichik bolani ba'zigan ovozi anglandi. Arqadalla tunish yiqimliq bir ovoz quloq padamga urildi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Kerem og'ina. Yaxshi turyotamsan? Kerem mening ovozimni anglab xushal bo'lib ketdi. Bir pas qizg'in ahvollashishdan keyin uningdan bog'oqni topshirolmaganligini so'radim. Nima bog'oqni deydigansan? Xayrlikdu. Xayrlik ish og'ina. Savoqdoshlar uchrashishni o'tkazadiganmiz. Yana bir oydan ko'proq vaqt bor ekan. Urumchida yig'ilib, ana maktabimizni, ustozlarimizni yo'qlab bo'lib, G'uljaga sayli sayohatga boradiganmiz. Qarg'anda sening bog'iqing yo'lda o'xshaydi. Voh, qaltis ish bo'pti-ku. Men mushundaq bir ishning bo'lishini, savoqdoshlarim bilan ilgirgidek bir sinfda yig'ilib o'tirishimizni bir soat bo'lsa-mu shundaq orzu qilatdim degina. Bo'lsa, ilgirki suratlarimizni cho'ngaytib, sinfga choplab-etsak. Mavu sen eding, mavu men edim deyishib, yoshlik vaqtlarimizga qaytib olsak. Oqchoshliq buvay mo'maylar yoshligiga qandaqmi qaytalisin? Faqatla o'tgan kunlarimizni eslaymiz, sevg'inimiz, yig'labmi ketimiz? Shu so'zlarni qilib etib, bo'g'izimga bir narsa kaplashib qolgandek bo'ldi. Keremmu hayajonlangan bo'lsa kerak, xeyligacha gap qilolmadi. Odam qeyriganda hissiyotchan bo'lib ketamdi qandoq? Men mushu kunlarda yaxshiroq kinolarni ko'rib-mu, bolalardan biror ta'sirli ishlarni anglasammu, osonla o'zimni tuta olmay qolaman. Xuddi mo'maylardek yosh eqitib o'tirganimdan ba'zida nomus qilib qolaman, lekin amal yo'q.
Kerem bilen birdem sözleşip bulup, işkapning bir yerlerinden kona albomlarını tepip çıktım. Ularning birisi o'quvchilik vaqtlarimning xotirasi bilan to'shqa edi. O'qish bitkizish oldida tushgan suratda birmuncha saboqdoshlarimiz kam bo'lganlikdan u suratga qarag'um kelmaydi. Men suratlarni aqtirib, qandaqdir bir bayramda sinf bo'yicha tushgan bir suratni topdim. Bu men yaxshi ko'radigan surat edi. Uningdagi qora girvakli ko'zoynak taqilgan Keremning kulib turgan qiyofati menga bek yaraydi. Menga u suratda Keremning barliq alayligi gavdalanib turgandek bilinadi. Qolganlarımı bir-biridan chiroyli, nur yig'ib turgan ma'sum chiroylar, zilva, nozuk, jasur qomatlar, yog'liqqa, quloqchig'i patmay turgan chochlar, to'kilib turgan qosh ko'zlar. Toki ayolim kelguncha shu holda o'tirdi. Ayolim shira ustidagi bog'oqni elib o'qidi. Mening kona albomlarni varaqlab o'ltirganimning tegiga yetgandek bo'lib, jimjit chiqib ketib choy damlab kirdi. Manga ham o'ziga choy qo'yib bo'lib, shira ustidagi albomni qo'liga ilib, varaqlashga boshladi. U bir suratni ko'rsatib, "Qiziq, siz hamila suratda degidek mushu qizning orqasida turibsiz. Yurgan qizmidi?" deb so'radi. Uning ko'rsatgani hadiya edi. Men ixtiyorsiz kulib ketdim. Yo'q, u qizlarning ichida hammadan egizi. Men o'g'illarning egizi edim. Shunga u suratga tushganda qizlarning o'ttirsida turadi. Menmu o'ttirda, uning orqasida turib qolatdim. Men shu sinfga kirgan tunji kunimu orqadagi partada uning o'dilida o'tirgan. Men uningdan "Sizmi g'uljilikmi?" deb so'ragaydim. U chiroyini o'zgartmay turib, "Menda qizlar g'uljidan boshqa yerda yo'qmikan?" deb dekkamni bergan. U qarmoqqa nihoyat hakkavur ko'rinadi. Ammo o'zaro tushunishgandan keyin biz hammamiz uning nihoyat samimiy, tuz ko'ngil, boshqalarga yordam qilishga amroq qiz ekanligini his qilgan. "Ha, mundaqcha aytganda, ko'zingizga issiq ko'ringan-da." Qara, mundaq ish. Bu qiz sinf boshlig'i. Men ittifoq yoshligisining shujisi edim. Ikkimiz sinf hay'atlari yig'iniga billa qatnashib, faoliyatlarni billa uyushtirdik. Shunga oliy maktabda biz nihoyat yaxshi o'tgan. Ayolim to'xtamay savol so'rab, qalbimning cho'nqirlarida mux bisib yotgan aslimlarimni qo'zg'adi. Yo'q, bularning hammasiga shu bog'oq sababchi bo'ldi. Men yillar to'zonlarida xiralashgan, yo'qolib ketishga boshlagan aslimlarimni, unutilgan odam va ishlarni esga ilishga tirishib, xuddi o'z-o'zimga so'zlayotgandek bir tarzda uning savollariga javob berishga boshladim. Men G'ulja shahrining eng qadimgi avod mahallarining birida dunyoga kelgan ekanman. Esimni bilgandan keyin boshqalardan anglashimcha, dadam mahalla masjidiga imom bo'lib o'tib ekan. Dadamni va uning aka-ukalarini kishilar ismining oxiriga shayx nomini qo'shib atishir ekan va cho'ng ko'rishir ekan. Dadam opamga uylangandan keyin opam kayni-kaynidan 5 qiz tug'ibdi. Her ikkilisining bir o'g'il farzand ko'rish orzusi kuchli ekan va namozlarida Allohdan o'zlariga bir o'g'il farzand ato qilishini tilaydi ekan. Opam oxiri yana qursoq ko'tiribdi. To'la sabab qilib, falchi ramballarga oldinib, zerikkan opam bu qitim Xudoning bergani hisob, qiz bo'lsimi, o'g'il bo'lsimi, mening balam deb shukr qanoat bilan kunlarni o'tkazibdi. Bir kuni saharda dadam bomdod namozini o'tab bo'lib, mehmonxonada takiga yo'linib kitob o'qib o'tirgan ekan, ko'zi uyquga ketib bir tush ko'ribdi. Tushida olma so'yib yemoqchi bo'lib, pichoq izlayotgandek. Bu yerni izlab topolmay, ko'rpining burjigini qayrib, shunda qarasa, abchil bir baka ko'ziga tashlanibdi. Ajab, obdan bir baka tepib oldim deb xo'shal bo'lib, uyg'onib ketibdi. Qarasa tush ekan. Derizdan sus yo'riqliq tushib turgan ekan. Dadam, saharda ko'rgan tush o'ng'a tortidi. Bu qitim o'g'il farzand ko'rdikanman deb o'ylab,
xuşallıqida yana 2 rakat namoz o'qib, Allohga minnatdorligini bildiribdi. Bu tushini opamga deb bergan ekan, opamı baxushal bo'libdi. Uydagilar umid va iltijo ichida yangi jonning dunyoga kelib, orzu tilaklarining amalga oshishini kutishga boshlabdi. Ammo ular o'zlariga ko'tarib qo'qqisiz bir balo qazoningmi yaqinlashib kelayotganligini na'dan bilsin? Bir kuni kechida mahalladagi cho'ng bir boy bilan uning inisi hukumat tarafidan tutilib, do'konlari musodara qilinibdi. Kishilar hayron bo'lishib, ishning tegitakdan bilib bo'lguncha yana bir kechisi cho'ng dadam bilan dadamnimi tutib ketibdi. Dadamning 5-6 yerdagi do'konlarining g'allisini ilib ketilgandan boshqa hukumat odamlari uyimizni ostin-ustin qilib oqtirib, qo'liga chiqqudek, pulga yorug'udekni hammani musodara qilibdi. Cho'ng dadam bilan dadamningmi, mahalladagi boshqa tutilganlarningmi hech yerdan iz deriga bo'lmabdi. Shu ishlar bo'lib bir necha oydan keyin men tug'ilibdiman. Ismim dadamning talig'ini bo'yicha qo'yilibdi. Opam bechora menga qarab xushal bo'lsimi, dadam bilan cho'ng dadamning dardida tula hasrat chekadigan. Dadamning aka-ukalari taraf-tarafdan surishtirib, dadamlarning Urumchiga ilib ketilganligini bilibdi. Urumchida bulung pushqoqlarni qo'ymay aralab, nurg'un pul xajlab, ko'p izlagan bo'lsimi, derikini ololmay, g'uljiga qaytib xabar kutishdan boshqa amal qilolmabdi. Bir kuni yerim kechida ishqi qilibdi. Kichik tog'am sirtqa chiqsa, atrofda insi jun yo'q ekan. Faqatla eshik oldida bir nosval xaltasi tashlaqliq turibdi. Tog'am u yonga bir yugurib, bu yonga bir yugurib, hech kimni uchirtolmay, xaltini tutqunicha hayron bo'lib tursa, chiroq yiqib oldiga chiqqan opam dadamning yenidan ayrimaydigan o'z qo'li bilan tikib bergan nosval xaltasini ko'rib, oldi-tova ko'tarib yig'lashga boshlagan ekan. Tog'am: "Bo'ldi hada, yig'lamang. Akamning bu xaltini avatgini men hayot, xotirjam bo'linglar" degini. Lekin qaraganda u nihoyatda maxfiy bir yerda bo'lsa kerak. Bo'lmasa ikkilik xat bo'lsa-mu avatgan bo'ladi, debdi. Opam bu gapni anglab, darhol xaltini qo'liga elib, xaltasining o'zi gul chiqarib tikkan girvigini so'kishga boshlabdi. Rost degandek u yerdan somon qog'ozga yozilgan ikkilik xat chiqibdi. Xatga: "Men nadlikimni bilmayman, lekin tog'ning kamiridagi maxfiy turmida. Keyingi ishlar Allohga omonat. Alloh buyurib tinch amon qutulib chiqalsam ko'rishamiz. Bo'lmasa mashargohda jam bo'larmiz. Mendan rozi bo'linglar. O'g'limni obdan beqinglar" deb yozilgan bo'lib, na ism famila, na oy kun yo'q ekan. Ular yana yig'labdi, qoqshabdi. Yig'lashdan boshqa hech qanday amali bo'lmabdi. Dadamdan juda bo'lganligi opamning ko'ngliga shu chog'da tushgan ekan. Oylar, yillar o'tibdi. Cho'ng dadam bilan dadam suvga tushgan tashdek yo'qab ketibdi. Mahalladagi boshqa boylarning hech xabari bo'lmabdi. Kishilar u taqdiriga asta-asta kunishga majbur bo'libdi. Opam o'ruq, egizbo'y, sal qapig'i yomon, surlikrak ko'rinadigan ayol bo'lib, hammamiz uningdan ayminatdik. U bizga ona ham dada o'rinda edi. Hatto tog'larimi uningdan ayminatdi. Toza o'ynayotgan bo'lsak, opam kirsida jimmita bo'lib qolatdik. Mahalla cho'nglari yoki ayollar bilan mehmonxona uyda paranglashib o'tirgan bo'lsa, biz hovlida ovozimizni ko'tarib so'zlashishga petinolmaydik. Chunki opam uyda mehmon bor chog'da sho'xlik qilishimizni yoqtirmaydi. Lekin men yanala hammadan erkin edim. Opam oshxona uyga kirgan chog'larida meni erkilatib, yeydigan narsalarni beradi. Orqadan yana qopqini turib, pandi nasihat qiladi. U azaldan ovozini ko'tarib so'zlimismi, birarimizni tok etib chekmismi, uning oldida tik turadi. Hadilarimi menga nihoyat amroq edi. Ularning deb berishicha, bir o'g'il farzand ko'rish uchun uydagilarning qilmagan sabablari, yo'qlamagan mazoyi mashoyixlari qolmagan ekan. Opam har doim olmaga, ochiq-chuchuk narsalarga yoki qitiqqa seziq bo'ladi ekan. Bir qitim hatto qizilgulning puruqig'imi sezik bo'lgan ekan. Menga kelganda qiziga sezik bo'libdi.
Doim qizining toza ko'nisini qo'l yog'liqqa chigib purab o'ltirdi ekan. Apam o'g'il tug'diganligini sezigidan bilib olib, men tug'ilmasdila o'g'il bolacha posma, kiyim-kechak, oyoq tayyorlab qo'ygan ekan. Kichik vaqtimda opammu, әділерімmu meni әтvarlab qo'ldan tushirmay biqibdi. Ammo men sal cho'ng bo'lgandan keyin opam menga doim "Sen degan o'g'il bola, uyning to'riki, әділерің sendin cho'ng bo'lsa-mu, cho'ng bo'lganda sen ularga aka yoki dada o'rinda bo'lasan. Ularning holidan xabar olasan" deb quloqimga quyib turadi. Әділерімнің o'yiniga ardishib qolsam-mu, "Sen degan o'g'il bola, әділерің bilan 5 tash o'ynab o'ltirsang yarashmaydi. Chiqib mahaldagi o'g'il bolalar bilan o'yna" deydi. Do'konlarimizni yo'qlab, g'alla yig'ilgan chog'larda doim meni orqasiga silib oladi. Sal cho'ngroq bo'lgan vaqtlarimda uyning ishlarini menga maslahat soladigan, fikrimni astoydil anglaydigan, ba'zida meni xeyli mas'uliyati bor ishlarga buyuradigan bo'lgan edi. Keyin do'konlarimiz kollektiv ig'dorchilikka o'tkazilib, oila kirimimiz azaydi. Opamning tejab, to'shab, bir uyni qamdab bo'lolmay jafo chekayotganligini ko'rib, maktabdan chiqib ishchi bo'lib, oilaning yukini ustimga olmoqchi bo'ldim. Ammo hadilarimnimi birsini qoldirmay maktabda o'qitgan opam, o'qishdan chekilishimga yo'l qo'ymay, rahmatlik dadangning ruhi qo'rinmasin desang, to'liq o'qib butun odam bo'l deb ching turib oldi. Yotliq bo'lib ketgan 2 hadammu. "Ukam, sen xotirjam bo'l. Opamga biz qarishimiz. Sen yaxshi o'qisangli bo'ldi" deyishatdi. Ta'limga shu yillari yana bir hadam teri zavodiga ishchi bo'lib o'rlashgan edi. Yana bir yildan keyin to'liqsiz o'ttirni bitkazatdim. Ular mening yuqori o'rlab, Urumchigacha berib o'qishimni orzu qiladi. Ko'nglimning cho'nqur bir yerlarida o'zimmi maktabga saboqdoshlarimga qiymaydim. Uning ustiga shu kunlarda qo'shnimizning Shinjang institutida o'qiyotgan o'g'li Shavkatning ta'sirida Xilil Hamroyevning she'rlariga maftun bo'lib yuratdim. Men butun bir ta'tilni uni do'rab she'r yozish bilan o'tkazdim. Yozganlarim o'zimga yaramay, qancha qarindoshni ushtib, qancha daftarni yirtayotganimni bilmayman. Oxiri o'zimga yaragan bir she'rni Shavkatga ko'rsatsam, u o'qib bo'lgandan keyin ko'zlarini qisib bir hazo turib ketib, "Non narsa odam bo'lg'idaksan fuqa. Senda shoirlik ximir turchi bor ekan. Ammo bu texi yetarlik emas. Sen she'rlarni jiq o'qib, jiq yodlab, jiq mashq qilishing kerak" dedi. Shuningdan keyin she'r o'qishga, yodlashga berilib ketdim. O'z shoirlarimizning "Amdi keldi paytimiz", Baliq Takkurupning "O'limi" qatorliq she'rlarini nihoyat yoqtirib, tezla yodlab oldim. O'zim yoqtirgan she'rlarni ko'chirib, bir necha xotirani to'shqazdim. 2-yili Shinjang institutiga ikkilanmay imtihon berdim. İmtihandan o'tibdiman, ammo adabiyotda o'qiydiganlarning soni to'shib ketganlikdan san'at fakultetiga qabul qilinibdiman. Qo'shnimizning o'g'li Shavkatning maslahati bo'yicha Urumchiga borgandan keyin yo'tkilib olmoqchi bo'ldim. Ammo Urumchiga borgandan keyin yo'tkilish uncha osonga tushmadi. Bir necha kun usul fakultetida usul o'ynab yurdim. Putqulim usulga faqat kelmaganligini, boshqalarning putiga dassib olib, putlashib yurganimni ko'rgan o'qituvchilar meni tantarbiya fakultetiga yo'tkib etishdi. Men badanni chiniqtirishga qaraganda kollani chiniqtirishga bakrak qiziqatdim. Attigini maydonda boshqa bolalar yugurib, mashq qilsa, men she'r yodlaydim. Bu yerdimi uzun turolmadim. Meni endi yangi qurilgan suvchilik fakultetiga yo'tkashdi. Suvchilik albatta muhim soha. Shinjongda qurg'oq rayon uchun u jonga barobar. Ammo bu fakultetda o'qish uchun tabiiy fan asosi puxta bo'lishi talab qilinadi. Adabiyot jini chaplashgan, tabiiy fan chidog'siz darajada zerikishlik bilinadigan mendek odam uchun suvchilikda o'qish oson demsiz. Men bir necha oy shu tariqada boshqa fakultetlarda aylanib yurib, oxiri adabiyot fakultetiga qaytib keldim. Yangi sinfim ko'zimga shunchalik issiq ko'rindi.
Gerçi tuncu bulup salamlaşkan kız savaqdashimdan dakki yegan bolsammu, ko'nglim qilcha yerim bo'lmadi. Bu sinfda manga o'xshash she'r qo'shoq yodlab yoki to'qib yuradigan bolalar o'qiydi. Ularning ichida o'z xiyoli bilan bo'lib ketib, stol big'a usib soldiganlar, kechasi uxlamay yulduz sanab o'tirdiganlar, harrang sarrang men uxlab tushimdimi anglab boqmagan g'alita parangni soldiganlar bor edi. Men dal ashundaq odamlarni yaxshi ko'ratdim. Savoqdoshlarimmo san'at, tantarbiya, suvchilik fakultetining bolalaridek menga g'alati nazarda qarashmay tezda org'aldi. Men bu sinfga kirganda bo'yim egiz bo'lsa-mu, bo'ynimda qizil galstukum bor edi. Chunki yeshim texi 15 ga to'lmaganlikdan uni qandoq bir taraf qilishni bilmay, o'zim elivetsam xatolik bo'lib qilishdan qo'rqib, bo'ynimdan eliyotmagan edim. Hadiya meni Kommunistik Yoshlar ittifoqining a'zoligiga tunishtirdi. Men bir parcha iltimos yozdim. Sinfdagi ittifoq a'zolarining o'tirsida ittifoq bayrog'ining oldida turib, kommunizmning sodiq izbosari bo'laman, kommunizm ishlariga mangu sodiq bo'laman deb qasam berdim. Uzun o'tmay ittifoq a'zolari meni Yachika shujisi qilib saylab oldi. Keyin o'ylasam, savoqdoshlarimning meni himoya qilishida, keyin xizmat o'rnimda osonla boshqalarning ishonchiga erishishimda opamning meni sen degan o'g'il bola, erkak, oilaning turiki, yukning eg'irini ko'tarmasang, bir tuqqanlaringga g'amxo'rlik qilmasang bo'lmaydi degandek nasihatlari va dodillik bilan mas'uliyatni ustimga elishga undashlari natijasida yetilgan xarakteri muhim rol o'ynagan ekan. Balkim men boshqalardek iqtidorli bo'lmasligim mumkin. Ammo men har qanday ishda orqaga o'tib olganlardan emas edim. Masalani hal qilishning ko'yida bo'latdim. Keyin men o'g'illarimga ana shunday talab qo'ydim. Ko'rib turibdiman, o'g'illarimi yaramsiz odamlardan bo'lib chiqmadi. Endi hadiyaning asmisining ikkinchisi. Ishi qo'ng'irig'i jiringlayotdi. Bu chaqda men opamning yosh vaqtlarida akkordeon chilib jir-jirlashga naqadar usta ekanligini, tegi ko'k, oq chekit gulli ko'nglikini kiyib, qo'liga oq yoqliq elib, Adunushka o'ynaganda naqadar go'zallashib ketadiganligini, bir qitim go'mindangchilar keptu deb yurtda qash-qash bo'lib ketganda, dadamning qiz boladek ko'rinadigan opamni va biz 5 ochi singilni hovlidagi gamiga tushirib, gama ustiga gilam, ko'rpa silib, o'zi ustiga chiqib yotganligini, keyin xeyli vaqtlargacha o'zining gumondangchilarni qandoq ustalik bilan aldab, uydan haydab chiqarganligini, og'izdan tushirmay so'zlab yurganligini eslayotdim. Opam kitob o'qishga bek havas qiladi. O'rimchida oddiy Navoiy oilasida cho'ng bo'lgan opamning qandoqsiga buncha ko'p ishni o'rganib olganligiga hech aqlim yetmaydi. Bu balkim shu chaqlarda O'rimchidan rus, tatar madaniyatining keng tarqalganligi bilan munosabatli bo'lsa kerak. O'tgan asrning yiroq burchaklarida sayr qilib yurgan o'y fikrim, sezgur reallikdagi bu uchurga darhol inkos qaytarishga ojizlik qilyotdi. O'rindiqda uzoq o'tirib ketib ketgan badallarimni medirlashni zodi xolamaydi. Ammo reallikqa qaytib kelishim, o'rnimdan turib harakat qilishim kerak. Men bir o'tirgancha qayta qo'polmay qilishimdan ansirayman. Shunga doim o'zimga, Hadiya xonim, g'ayrat qiling deb takrorlab turman. Ammo o'tmishni eslashdan o'zimni tortolmayman. O'tmishdagi bolalik, yoshlik chog'larimdagi Hadiyaga, xiyolimga kelgan gapni udulla davirdigan, achchig'i ittik kelib ittik yanadigan, davomliq avorchilik tepibla yuradigan Hadiyaga kuyinish va afsuslik ichida yiroqdan nazar solaman. Ishni ichishimga bir xil maktab formasi kiygan, chochlarini orqasiga egiz bo'g'ib olgan ikki qiz quyundek uchib kirgunicha oyoq so'mkalarini o'ttir kelgan yerga itib, o'zlarini divanga tashlashdi. Mening oldida turg'unimga parvo qilmay, yo'lda uchirgan bir o'g'il savoqdishining gapiga tushib ketdi. Sizlar kim bo'lasizlar? Men sizlarni tuniy olmadim-g'o. Aytinglar-chu, sizlar zodi kim? Ular alpozimga qarab hayron bo'lib gaplarini to'xtatdi.
Nävre qızım qorqumsirab, "Ey, çoğ apa, men, apam" deb öz tilida duduqlashqa başladı. Gepining orasida yenidagi qizga qarab xanzucha, "Qara, Timitimmi? Men cho'ng apamda nimitdi? Heliqi divangli kesil bormikin deyman. Men uningdan baq qo'rqman" dedi. Sizlarga ota-onanglar birarsining uyiga bo'libmi, cho'ng yoshli kishilarning uyiga borganda eshikdan qandoq kirishni, qandoq salom sohat qilishni o'rgatmadimi? O'rgat o'rgatgan shu undaq bo'lsa eshikdan shu qoida bo'yicha kiringlar. Bo'lmasa men sizlarni tunuyolmay qoladi ekanman. Ha, eshik ana. Chiqib cho'ng qizlardek qaytadan kiringlar, qani. Ular bir-biriga qarshib qo'yib, gap qilmay o'rnidan turishdi. Eshik yopilgandan keyin eshik sirtida xeligacha gudunglab turishib, oxiri ehtiyot bilan eshikni chekdi. Eshikni ochishimga Nävre qizim qiyinib turib, "Cho'ng apa, yaxshi turdingmi? Apam kechda mushu yerda uxla degan" dedi. Darhol berib qizlarni quchoqlab, mangziga suyib, "Obdan bo'pti qizim, qani uyga kiringlar" deb ularni uyga boshladi. Bu qitim ular navbat bilan oyoqlarini silib, so'mkalarini ilg'uga esib qo'yib, men ko'rsatgan o'ringa kelib o'tirishdi. Menmu ularning yonida o'tirib, ota-onasining sog'lig'ini, o'zlarining uyg'onish ahvolini so'radim. Ular adab bilan tortinib turib, javob berishdi. Oxirida Nävre qizimga, "Qizim, do'stingni dasturxonga boshla, choy damla, sal turib men sizlarga tomoq etib beraman" dedim. "Oy, cho'ng apa, avara bo'lmang. Biz tomoq yemaymiz. Choy ichsak bo'ladi" dedi Nävramning do'sti. "Avval choy ichinglar, texi baldurg'u. Kechgacha qo'rsig'inglar ichib qoladi." Qizlarni yolg'iz tashlab, yataq uyimga kirib bir pas aram elayotgan cheg'imda, dilg'ulluq ichida bugun ularga sal oshiribdimi qandoq deb o'z-o'zimga savol qo'ydim. İçimdə bir ovoz so'qaqqanlik bilan, "Yo'q, oshirayotmiding. Ular ana shundoq tarbiyaga muhtoj. Bo'lmasa ular sendan kundan kunga yiroqlashib ketadi. Oxiri ularni yo'qotib qo'ysan" deydi. Nävrelerim nimishqidir kichigidan tortib mendan ayminatdi. Ota-onasining gapini anglamaydiganlarimi mening gapimni anglaydi. Ammo men bir xil bolalarimning bola tarbiyalashiga aralashmaslik pozitsiyada bo'lib kelgan edim. Amaliyotda yot bir til va yot madaniyat muhitida cho'ng bo'layotgan navrlarim oldida menmu gangrab qolgan edim. Hammala odam buni bugungi reallikqa, taraqqiyotga moslashishning, ojiz o'ringa tushib qolmaslikning muqarrar yo'li deb qaraydi. Biz hammamiz tajribasiz edik. Oqibatning qandoq bo'lganligini tasavvur qilib yetmagan edik. Biz shirin tushlarimizdan cho'chib uyg'onganda ko'p kechikkan bo'lsaqmi, xatoliklarımızın davomlashaverishiga hargiz qo'l qo'shtirib qarab turolmaydik. A'zo bo'lishni unutib qolmang. Shundoq qilib, bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.